Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bugün rayonumuz faxriylari, keksalari ziyorat qilgani G'oyibota ziyoratgohiga tashrif buyurishib, shu yerda qo'yiq edi, suyuq edi, ovqatlar qilib, yeyishib, ichishib, mana shu joyda, mana shu G'oyibota qabristonida o'tganlarimizni yo'qlab, tilovat Qur'onlar qilib, xatmi yosillar o'qib, mavludi shariflar o'qib, shu yerda o'tgan umidvorlarimizni, o'zimizni o'tgan avlodi ajdod sahrabolarimizni ruhoniyatlariga baxshida qilib, ruhlarini shod etgani Allohim nasib etib, shu bugun shu joyga qadam ranjida qilishdi. Oqsoqol nuroniy otaxonlar, bobolar, aka uka ini og'alar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu G'oyibota, G'oyib buva qabristoni bo'lib, o'tganlarni ruhlarini shod etish uchun kelgan mehmonlarimiz. Choylar, ovqatlarga mana urinishyapti, guruchlar yuvilyapti. İnşallah qabristonda aylanib ichkari tomonlarni ko'rgani, kirib chiqqani, kiramiz. Bu qabristonda yurgan ahli mo'min, musulmonlikka da'vogar banda Alloh bandalari tahlillar aytib yurish kerak ekan. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Muhammadar Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar abduhu va rasul barhaq. Parvardigoregam tahlillar aytib, Allohim ash qabristonga qadam ranjida qilib kirib kelyapmiz. Allohim bu qabristonlarga kirgan o'zingni bandalaring tahlillar aytib yurishsa, o'zing tomoningdan farishtalar tushirib qo'yarkansan, tahlil aytib la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh deb kalima-i shahodatni qaytarib takrorlab yurgan bandangda og'irliklari bu qabristonda yotgan avlodi ajdod sahrabolarni Allohim ustilariga, yotgan joylariga og'irliklar, vazminliklar tushmas ekan. Agar shunday deb yurmasa, bu joyda
bu xiyobonda yotgan ahli mo'min musulmon bandalaring, ey Allohning bandasi, bizlar ham sendek edik bir vaqtlar kelib sen ham bo'larsan bizdek deb Alloh taolaga nola qilisharkan. Og'irligimiz tushmaslik uchun tahlillar aytib Allohim yurishimiz kerak ekan. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar abduhu va rasul barhaq. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqqa. Qabristonni kattaligi ham anchagina bor ekan. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqqa. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqqa. La illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisizlar? Salomatlik yaxshimi? Bu yerda qabr qazilyaptimi hozir? Ha, narg'isidan olaverim. Naryoqda olyapti. Do'st bityapti. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqq. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqq. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh ya haqq. Akalar qabr qazyapsizlarmi? Yashanglar, ömürlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin. Ko'ngildagi yaxshi shar'iy niyatlaringizga Alloh o'zi yetkazsin. Bunday Allohim savobli ishlarni qilar ekansizlar. O'ylagan yaxshi niyatlaringizga Allohim o'zi yetkazsin. Ömürlaring uzoq, rizqlaring ulug' bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qabristonni aylanib Allohim ko'rib chiqdik. Mana bu tomon to'lgan ekan. To'lganning evaziga mana bu tomondan qo'yishni boshlagan ekan. Bu G'oyibota qabristonining ko'rinishi bir qancha o'tgan avlodi ajdodlar, marhumlar xiyoboni bo'lib, o'tganlar Allohning joyida, ruhlari Allohning huzurida bo'lib, mana yangi mayitlar ko'milyapti ekan. Bugun Rasulxo'ja akamizni qo'shnisi bandachilik qilgan ekan. Go'ravon degan joyimizda katta qayrovoshni tagidagi odam. Shu insonni tayyorlab, qabr to'la tayyorlashdi bilan oxiratlari obod bo'lsin o'tganlarimiz. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Bu o'qigan tahlillarimizni savobini mana shu joylarda yotgan ahli mo'min musulmon Allohning bandalarining ruhlariga, yo'qlovchisi yo'q, g'aribo, g'urabo, yetim yesillarning ruhoniyatlariga hidoya qildik. Amin. Allohu akbar.